mana 4 dekabr kuni bizlar tuproq unumdorligini oshirish va qayta ishlash seminariga taklif etilgan ekanmiz. Men bu yerda texnikalarni qanday ishlatish, yer unumdorligini oshirish, begona o'tlarga qarshi qanday kurashish suhbatlar bo'ldi. Tashkilotchilarga, agronomlarimizga kattakon rahmat. Mana shu jonboyimizga, mana shu fermerlarga ancha o'rganish maktab bo'ldi bizlarga. Ancha narsa o'rganib oldik.